Bugungi taqdimotimiz zamonaviy innovatsion texnologiyalar orasida alohida o'rin egallagan virtual reallik, ya'ni VR texnologiyalarining kutubxonalarda qo'llanishi haqida bo'ladi. Bu taqdimotni tayyorlashda biz Canva dasturidan foydalandik va buni guruh bilan ishlaganimiz uchun ularni taklif qilib olamiz. Birinchi navbatda dizaynni tanlab olib, keyin ularni taklif qilishni boshlaymiz va ularga taklif havolamiz borgandan keyin qo'ng'iroqchada chiqadi va ular o'sha yerdan qabul qilib kirishadi. Kirganida shu dizaynga avtomatik ulanib ketadi. Mana ko'rib turishimiz mumkinki, ularga bordi xabar va ularni qabul qildi, kirdi. O'sha ma'lumotlarni endi, ya'ni o'sha mavzudagi ma'lumotlarni bo'lib olib kiritishni boshlaymiz taqdimotimizga. Birinchi oynada, ya'ni kirish qismi, mavzuni kiritish va kim bajarganliklarini kiritish belgilangan vazifalari. Ikkinchi oynamizda esa 3 ta kutubxonani kiritadi bular. Uchinchi oynamizda ham xuddi shunaqa kutubxonalarni 3 tadan kiritishadi. Hozirgi kunda VR texnologiyalari ta'lim, tibbiyot, turizm, ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llanilayotgani kabi kutubxonalar faoliyatida ham faol kirib kelmoqda. Bu ko'pincha AQShda rivojlangan ekan, AQSh kutubxonalarida ko'p qo'llanilgan ekan. Shuning uchun 6 ta kutubxonani ham AQShdan olganmiz, AQShning turli shtatlaridan. Mana ularning rasmiy saytlariga kirib, ularning saytlarini rasmga olib, joylashtirib qo'yapmiz bu taqdimotimizga. Birinchi oynada ko'rishimiz mumkinki, tekstni qanday qilib razmerlarini to'g'rilash va ularni shriftini, razmerini o'zgartirish, joylarini o'zgartirish va shu dizaynimizni o'zimizga moslab olishimiz ham mumkin. Xo'sh, mana 3-oynamizda ham kutubxonalar haqida ma'lumotlar yozilyapti. Bugungi kun kutubxonasi faqat kitob saqlanadigan joy emas, hammamiz bilamiz, balki raqamli ta'lim va axborot markaziga aylanishi zarur. VR texnologiyasi esa kutubxonaning quyidagi imkoniyatlarini beradi. Kitobxonlarni jalb qilish, interaktiv ta'limni kuchaytirish, murakkab mavzularni vizual tarzda tushuntirish, virtual ekskursiya tashkil etish, ilmiy tadqiqot jarayonini yengillashtirish. Bu texnologiya kutubxona xizmatlarini zamonaviylashtirib, yoshlar va tadqiqotchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Xo'sh, mana birinchi oynamizda ko'rib turishimiz mumkinki, ramkalar bilan qanday ishlanishi yaxshi tushuntirib berilgan va yaxshi olib ketilgan. Kutubxonamizni rasmlarini qo'yib chiqmoqdalar. U yoqqa borib, saytdan Ctrl+ni bosib, bu yoqqa kelib Ctrl+ni bossak va ramkani ustiga rasmni olib kelsak, avtomatik o'sha ramkaga moslanib rasmimiz o'zi joylanadi. Keyin saytlarini rasmini olib qo'ygan ekanlar, o'shalarni tahrirlab, bittalab qo'yib chiqdilar rasmlarini. Bu yoqda tekst bilan qanday ishlanishi va tekstda qanday razmerlar olinishi, qanday razmer o'zgartirishlari yaxshi tushuntirib berilgan. Shuning uchun bu videoni alohida oxiriga olib qo'ydik. Va bu yoqda mana ko'rib turishimiz mumkinki, oxirida qanday yuklab olinishi ko'rsatib berilgan. Baham ko'rish tugmasini bosamiz va yuklab olish bor, o'sha bilan yuklab olamiz va shu bilan tugadi. Hammaga rahmat.